Man Qizilariq mahallasi yoshlar yetakchisini bu mahallada 2 yildan beri mehnat faoliyatini olib bormoqdaman. Hozirgi kunda davlatimiz rahbari tomonidan yoshlarga tadbirkorlik uchun keng sharoit va imkoniyatlar yaratib berilmoqda. Bundan birgina misol qilib aytadigan bo'lsak, prezidentimiz qarorlari 62-sonli qarorlari tasdiqlanib, bu bo'yicha yoshlarni tadbirkorlikka jalb etish bilan shug'ullanmoqdamiz. Hozirgi kunda mana bu 62-sonli qarorga asosan ishsiz bo'lgan mahallamizdagi Dolimov Hakimjon 100 million so'm miqdorida imtiyozli kredit ajratildi va hozirgi kunda avtomobillarga xizmat ko'rsatish sohasida xizmat qilib kelmoqda. Men Dolimov Hakimjon tadbirkorlik ish faoliyatini rivojlantirish maqsadida yoshlarga berilgan imkoniyatdan foydalanib kredit oldim 100 million. Hozir mana ishni boshlaganmiz. 4 ta shogird, bitta ishchimiz bor. İşte yurityapmiz hozir. Kelajakda bundan ham rivojlantirish maqsadimiz bor. Asosiy faoliyatimiz avtomobillarni diagnostika qilish, programma qilish, shunaqa ishlar. Shular orqali avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatyapmiz. Davlatimiz rahbari tomonidan biz uchun shunaqa yaxshi imkoniyatlar yaratilyapti. Bundan foydalanish kerak. O'zim kabi yoshlarga shu imkoniyatdan foydalanishga maslahat beraman.